Oy, keldinizmi? Atbulaqning alayda zig'ir, zag'un sarazmaylarini akapsizda. Öydim tugab qoptikan, men alay deb turgandim taxi. Ha shu. Atbulaqning maylarini akamsam, tamoqlarim o'xshamaydi emasmi? Ey, opam qana? Opam uxlab qoptikan, uyg'otmadim. Ey, Makina. Nima bo'ldi? O'tiramadi. Onamning qo'shiq ichib keldi, tomoq edimi? O'tiramadi. Nima bo'ldi? Ey, men sana desam bag'o qara. Odam charchagan vaqtida aytgan tomoq emas, balki oldimda aglab noz qilishlari ham. Put qo'llarimni uvlab, voy jinim deb ko'nglimni elishlari ham. Ottab baristaq kulimsirab, qarashlaring ko'nglimga aram beradi deyman. Vay, unda qilib o'ltag'im bilan maqosaq to'ymaydi. Ey, bu men sana gap qilyapsam, ushib ketgan g'azandek qapoqlarini satlashtirib ketparsan-a? Men nimani xato qildim? Sen xato qilmading, seni elab men xato qildim. Ayni vaqtda nimadan olgan bo'ladim men seni? Gap qilmasam bundoq ko'nglimga azor beraversiz. Ey, agarcha men sana gap qilmasam, mening ko'nglim azorlab ketirgan. Men sana bu qarg'ansir bir xil biyaram bo'lib, ko'zimga satkurinib ketparsa. Ayni vaqtda seni qanday olib qolgan bo'g'itim deyman. Sen meni qanday qilib azdingda? Agar o'g'a qara, mush qo'ydingni to'y qo'qigandek, siz qaytarayotgan olgan bo'lsa, asl qaytarib etdim men. Qancha pul kerak esa mayli etdi qara. Ey, anani uyiga ketdimsiya. Nima? Mayipingiz rasmi yoki? Esil mana ko'zimga sat ko'rinadi. Raskanda. Yillardan beri mush uyda qon tarimni singdirib, sizga xotin bo'lib, bolallaringizga opa bo'lib, tatmagan jafoyim qolmadi. Endi bo'lganda, eli turqimni yaratmaysiz. Eli tutgan uyimni yaratmaysiz. Men zaten nima qildim? Endi bo'lganda, qilgan ishlarim sat ko'rinib, turqim mato ko'rinyotganda. Menimcha bundoq turmushdan jaq to'ygan. Sizga hozir sirtdagi ayollar bek moda ko'rinib ketgan bo'lsa, shundoq ayollar bilan uy tutib Bana, abayning yak bulungan gapni hammani angladim. Xotiningga nimancha azab bersa, voy nimancha o qizning dilini ranjitsa deyman. Sen nima qildi unchalar xafa qilib? Manqara apa, sen bilmaysan. Bu ya yasinish bilmaydi. Ya bir odamni mada bir xo'sh qilish bilmaydi. Nima qilman men bu ma'tu xotinni? Ey balam, yasinishqimi pul ketadi. Chiroylik yurishgimi pul ketadi. Ayoling seni o'ylab, mush oilani o'ylab, aslında tejashlik bilan yashab, bugun kunga kelganda sening ma'tu xotin degan nomiga erishdimi? Ishqilib apa. Buni men qarg'asir ko'zimga sat ko'rinib ketpardi. Kesdim ha. Qo'limiz ishlamaydigan döt. Baba, ne varsiz? Men ketay apa. Undaq qilmangman, necha yil tutgan o'yjining qizim. Hozir o'g'lingizga men yaramayapman. Meni ma'to ko'rib, meni yaratmayapti. Ko'chadagi moda ayoldan birini elib, shuning bilan uy tutib olsin. Buni o'ngishilib qolar, bolam, undaq qilma. Benim qizim. Hozir ket. Muş ayolning qig'iningni oxir boshqa biridan ko'rsa, aldirmay tur.
Amina, ben qaytib keldim. Ha. Mao Atıbulaqning mayna ağaç keldim. Ha, qo'yib qo'ying uni o'sha shayga. Tamaq etdingizmi? Atmadim. Nimishqa? Ish bana nima uyini olsin bir tozalab qo'ysangiz-chi. Hay bu uy tozalash deganchi, bu muhitni qilg'ashi. Hepsi nima gitekkan? Ha? Nima gitekkan? Yapışıp pul xərcləb oyunu qılım ha? Ha, belli to'g'ri dedingiz. Pulingizni xərclab, men chiroyimdan huzurlanmamki, rahat suramanki deb tekkan. Qanday? Hey, men mush tamaq etdi, qirqat juydi demsam, nima qilman men seni? Mana to'la shalvog'ingizni chechirtib, buzuqxonada kakirapman. Ashunda xotini birini evlama. Nima ichimni siqudi? Endi bildingmi bola? Nazinin, chiroyli ayollar o'zini ko'z qilib ko'chadan kirmaydi. Sening burunqi ayolingdek oq ko'ngil, ishchan, yavash ayollar erining atrofida paypetek bo'lib yurib, barliqini oilaga ataydi bolam. Xapam buna. Men xapamadim. Jenim bolam. Chiroyli ayolni tanlasam, onun ko'chadan kirmaydigan mijozini, birdan pul deydigan mijozini qabul qilishing kerak. Oq ko'ngil, yaxshi ayolni tanlasam, onun tabiiy chiroyi bilan hech qanday girimsiz, o'zining oq ko'ngilligi bilan tabiiy yuradigan holatini qabul qilishing kerak bolam. Men xato qildim, apa. Bilgan bo'lsanglar bo'ldi. Bu jahonning ishlari hammani o'z tarozisi bilan tangshib qo'ydi mushtaq bolam. Yıllardan beri mush uyni qon tarimni singdirib, sizga xotin bo'lib, bolalaringizga opa bo'lib, tatmagan jafoyim qildim. Endi bo'lganda meni turqimni yaratmaysiz. Meni tutgan uyimni yaratmaysiz. Nima uchun bunday turmushdan joq to'ygan? Bola, ne varsiz? Men ketay opa. Unda qilmangman, necha yil tutgan uy jenim qizim. Hozir o'g'lingizga men yaramayapman. Meni ma'to ko'rib, meni yaratmayapti. Ko'chadagi moda ayoldan birini edib, shuning bilan uy tutib olsin. Men sana issiq tamoq